Hammaga salom. Bugun sizlar bilan samootsyenka, ya'ni insonning o'ziga bo'lgan ishonchi haqida gaplashamiz. Samootsyenka bu insonning o'zini, o'z qobiliyatlarini, xarakterini, xatti-harakatlarini va imkoniyatlarini baholash tarzidir. Va aynan samootsyenkaning shakllanishiga ta'sir qiluvchi omillar bolalikdagi tarbiya, atrofdagi odamlar, ijtimoiy muhit, shaxsiy muvaffaqiyat va mag'lubiyatlardan boshlanadi. Samootsyenka turlariga to'xtaladigan bo'lsak, adekvat va noadekvat, ya'ni to'g'ri va noto'g'ri samootsyenka mavjud. Va insonda samootsyenka darajalari 3 ta: yuqori, o'rtacha va past darajada bo'ladi. Past samootsyenkada inson o'zini o'ta past baholaydi, o'ziga ishonmaydi, doim shubha va qo'rquv bilan yashaydi. Boshqalarning fikrini o'zini fikridan ustunroq ko'radi. Odatda o'zidan ko'pincha jabrdiydani yasaydi va boshqalarni oldida rahm keltirishi uchun doimiy ravishda noliydi. Yuqori samootsyenkada ham me'yor buzilgan hisoblanadi, chunki inson o'zini haqligini doimiy ravishda isbotlaydi, o'zini haddan ortiq maqtaydi, boshqalarni eshitishni bilmaydi va o'z manfaatlarini ko'zlaydi. Adekvat, ya'ni o'rtacha samootsyenkadagi inson esa me'yorni biladi, har doim o'zini boricha taqdim etadi, boshqalarni ayblamaydi, eshitishni biladi va hokazo. Yuqoridagi 3 darajani qaysi biri ustuvor bo'lishi bizning irodamizga bog'liqdir. Xo'sh, endi o'ylab ko'ringchi, sizda qaysi daraja ustuvorlik qiladi? Va bilingki, samootsyenka hayotingizni har bir sferasida, munosabatlarda, muvaffaqiyat, daromad va boshqa shu kabi narsalar ichida o'rni nihoyatda muhimdir. O'zingizga bo'lgan ishonchingizni tekshirishni xohlasangiz, Telegram kanalimga o'tishingiz mumkin. U yerda men yanayam to'liqroq ma'lumot va test metodikalarini tashlab qo'yaman.